O'ta maxfiy hujjat. Lenin va Stalin suhbati va chiqarilgan qaror. Lenin: Xo'sh, O'rta Osiyoliklarni nima qilamiz? Ularni Chor hukumat shu paytgacha harbiy qudrat bilan bo'ysuntirib turdi. Endi biz Qizil armiya bularni qanday qilib o'zimizga bo'ysuntiramiz? Stalin: Bartolt anchadan beri O'rta Osiyoda ishlaydi. Olimdan so'rashimiz lozim. Va Bartoltni chaqirishdi. Bartolt haqida qisqacha ma'lumot. Vasiliy Vladimirovich Bartolt, turkolog, arabshunos, islomshunos, tarixchi, imperator Pravoslav Falastin jamiyati a'zosi. Kimligini tushungandirsiz. Xullas, Lenin Bartoltga tepadagi savolni beradi. Shunda Bartolt: men allaqachon o'ylab qo'yganman. O'rta Osiyoda o'zbeklar eng ilg'or xalq. Ular diniga sodiq, vataniga sodiq millatdir. Ulardan buyuklar ko'p chiqqan. Biz ularni doimo nazoratda ushlashimiz lozim. Men 5 ta tamoyilni amalga oshirishni maslahat beraman dedi. Birinchisi, dinini susaytirish, tilini nufuzini pasaytirish va rus tiliga o'qitishni yo'lga qo'yish, buyuklarini tanqid qilib, aynan bosqinchi, xotinboz, bachchavoz deb o'qitishni yo'lga qo'yish, tarixidan nafratlantirish. Eng faollarini rus qizlariga uylantirib, ularga barcha shart-sharoitni yaratish, tekinga uy-joy berib, bolalarni ruscha o'qitib, ularni lavozimlarga qo'yish. Osiyo qizlarini internatsional oila niqobida rus yigiti bilan qovushtirish va sovet xalqi maqomi ostida rus xalqini birinchi darajaga chiqarish. Olimning fikri ularga ma'qul keldi va zudlik bilan amalga oshirishni buyurdi. Kreml 1918-yil 3-qavat. Tarixchi olim professor Jumaboy Rahimov tilidan yozib olindi. Ha, bizni dinimizni va millatimizni shunday yakson qildilar. Alhamdulillah, mustaqillikka erishdik. Alloh yurtimizni, O'rta Osiyoyimizni o'zi saqlasin. Rusparast xoinlarga Alloh kifoya qilsin.